Termiz tumanidagi Zurmala buddaviylik inshooti 2-3 asrlarga oid qadimiy noyob yodgorlik sanaladi. U eski Termizning sharqida joylashgan. Qadimshunoslar olib borgan tadqiqotlar chog'ida bu inshoot Kushonlar saltanati davriga oid buddaviylarning stupasi ekani ma'lum bo'lgan. Dunyo sayyohlarida katta qiziqish uyg'otayotgan mazkur yodgorlikni avaylab asrash va asl holida saqlab qolib kelgusi avlodlarga yetkazish uchun chora-tadbirlar olib borilmoqda. Hozir shu haqda. O'rta Osiyodagi antik va o'rta asrlarga oid eng ko'hna siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlarning biri Termiz shahri. Shaharning qulay geografik o'rni, ya'ni daryo kechuvi va karvon yo'llarining chorrahasida barpo etilishi uni O'rta Osiyoda, xususan qadimgi Baktriya Toxiristonning eng yirik shaharlaridan biriga aylanishiga asos bo'ldi. Qadimda Baktriya buddaviylik dinining uzoq sharq mamlakatlariga tarqalishida muhim rol kasb etgan o'lka hisoblangan. Shuning uchun Baktriyaning ko'hna shaharlaridan biri bo'lgan Termizda qadimgi buddaviylikka oid me'moriy tarixiy obidalar juda ko'p. Xuddi shunday joylardan biri Zurmala stupasidir. Zo'rmala, zo'r, katta degani aynan ana shu iborani 1926-yilda birinchi marotaba Zo'rmalani fanga olib kirgan moskvalik arxeolog Strelkov aynan shunday deb sharhlagan. Zo'rmala yoki katta tepa deb. Endi Molaga keladigan bo'lsak, Mola tarixchi toponimist olimlarning fikricha bu masjidning bir turi. Zurmala minorasi miloddan avvalgi 2-asrda qurilgan bo'lib, u o'sha kezlari yirik monastirlik jamoasining budda e'tiqodi markazi bo'lgan. Bugungi kunda minoraning balandligi 11 metr, kengligi esa 6 metrli joyi saqlanib qolgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida Zurmala minorasi xarobasining balandligi qariyb 18 metrga teng bo'lgan. Asosan to'g'ri to'rtburchak, silindrsimon minora shaklida xom g'ishtdan qurilgan. Bu Zurmalalar stupasini me'morchiligiga keladigan bo'lsak, ular asosan xom g'ishtdan qurilgan bo'ladi. Bu arxeolog olimlarning o'rganishi, arxeolog ekspeditsiyalar natijasida shuni taxmin qilinadiki, bu stupani qurilishiga taxminan 1.200.000 dan ziyod g'isht ketgan, ya'ni xom g'ishtdan foydalanilgan deb aniqlangan. Termizdagi buddaviylik tarixiy yodgorliklari, jumladan Zurmala stupasini UNESCOning Butunjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritish bo'yicha ishlar jadal sur'atda amalga oshirilmoqda. Bu tashabbus nafaqat milliy madaniy merosni muhofaza qilish, balki kelgusida mintaqada turizmni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mana yaqinda UNESCOni vakillari kelib ketishda ham bevosita UNESCOning o'zidan va O'zbekiston Respublikasidagi UNESCO tashkiloti guruhi mana shular bilan ham mahalliy hokimiyat birgalikda hammamiz bamaslahat hozirda birinchi navbatda eski Termizda buddaviylik inshootlarini UNESCOning ro'yxatiga kiritish. Bu ro'yxat Osiyo va Tinch okean havzasi yodgorliklari deb nomlanadi. Mana shunda hozir bir yo'nalishda, ayniqsa sayyohlarni jalb qilish maqsadida Termizning buddaviylik yodgorliklari hammasini yaxlit bir yo'nalishga birlashtirib UNESCOga hozir taqdim qilindi va yaqin orada ro'yxatiga kiritiladi. Madaniy merosni muhofaza qilish, tiklash va targ'ib etish borasida qator amaliy rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular doirasida tarixiy yodgorliklarni ilmiy o'rganish, restavratsiya va konservatsiya ishlarini takomillashtirish hamda ulardan turizm yo'nalishida samarali foydalanish maqsad qilingan. Hozir loyiha bo'yicha bu yerda buni o'sha chiroyli zamonaviy sim to'r bilan o'rab olish masalasi. Keyin bu joyda maxsus kiosklar o'rnatib, bu yerdan topilgan topilmalarning rasmlari, qazuv ishlari jarayoni va umuman Zo'rmala to'g'risida butun mavjud ma'lumotlarni informatsiya shaklida, roliklar shaklida mana shu tashrif markazlari, xonalari deymiz, mana shularga joylashtiriladi. Darhaqiqat, arxeolog olimlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot qazishma ishlari Zurmala, Fayoztepa, Qoratepa, Bolaliktepa kabi ko'plab yodgorliklarning hali fanga noma'lum qirralarini kashf etib, tariximizni, yurtimiz ilm-fani rivojini jahonga namoyon etadi. Bu yo'nalishdagi ezgu sa'y-harakatlar yosh avlodni tariximizga hurmat, ehtirom ruhida voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.